Eri xiyonat qilib qo'yadigan opalar, sizlar xafa bo'lmanglar. Bu xiyonat. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu akamiz hozir zina to'g'risida bir qisqacha qilib tushuntiribdi. Go'yoki zina bu oddiy holat deganday qilib. Aka, vobshe xato fikrlayapsiz. Zinoni javobi zina bo'ladi. Ota-ona agar zina qilsa, ota qiladimi, ona qiladimi, uni javobini bolalari beryapti. Yoki bo'lmasam yana bir tarafi bor, zinoni javobi zino deydi. Agar erkak kishi zina qilsa, ayoliga ham zina ko'z bilan qaraydiganlar ko'p. Shunga qarab tirikchilik ko'ringizlar aka. Bu yerga chiqib olib turib kulgili bo'ladi, video bo'ladi deb har bilan gapiravermash kerak. Zinoni gunohi yomon. Zino eng katta gunohlardan. Sal u dunyoni ham o'ylab gapiraylik. Ish bo'ladi, gap bo'ladi deb turib, kulgi bo'ladi deb har xil videoni chiqarib taylayvermash kerak. Ha, endi chiqarish kerak ko'zga qarab, lekin bunaqa gaplarni emas-da.